Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Dünya Uyghur qurultayı yaqında Kanada parlamentida yangi qurilgan va Yaponiya parlamentida qaytadan kengaytib qurilgan Uyghur do'stlik guruhlarini tabriklash bilan birga Xitoyning jiddiy irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqqan Kanada va Yaponiya parlament a'zolariga alohida minnatdorlik bildirdi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida hozirga qadar Yevropa parlamentida va ba'zi g'arb ellarining parlamentlarida orqa-orqadan maxsus Uyg'ur do'stlik guruhlarining qurib chiqilganligini, bu do'stlik guruhlarining parlament va hukumatlarda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi qarorlarning qabul qilinishida boshlamchilik va turtkilik rol o'ynab kelganligini, shunga bu xil do'stlik guruhlarini uzluksiz ko'paytirishning Uyg'ur milliy harakati uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Bu yil 12 fevral kuni Kanada parlamentidagi 5 siyosiy partiyaga mansub bo'lgan 24 parlament a'zosining qatnashishi bilan Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqilgan va shu kuni mazkur do'stlik guruhining parlamentda ilib borgan rahbarlik saylimida Kanada Liberal partiyasidan Samir bilan Kanada Konservativlar partiyasidan Garnit Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisligiga saylab chiqilgan edi. Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi bo'lsa hozirga qadar har qaysi ellarning parlamentlarida qurilgan do'stlik guruhlari ichida parlament a'zolarining soni eng ko'p bo'lgan guruhlarning biridan iborat. Undan boshqa yana Yaponiya parlamenti davlat bexatarlik komissiyonining sobiq raisi KJ apandi 13 fevral kuni Yaponiya parlamentida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, ilgari Yaponiya parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhisini kengaytib, hokimiyat beshidagi Demokrat partiyasi bilan boshqa o'qituvchi partiyalarga mansub parlament a'zolaridan tashkil topgan Yaponiya parlamentlar Uyg'ur birligini qurib chiqqanligini jakarlash bilan birga, mazkur birlikning Yaponiya parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini darhol to'xtatishga chaqirib, maxsus qaror qabul qildirishga g'ayrat qiladiganligini bildirgan. O'zining bo'lsa mazkur birlikning raisligini mamnuniyat bilan o'z ustiga olganligini ifoda qilgan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Uyg'ur xalqiga qarata planliq va sistemalik holda madaniyat qirg'inchiligi yurgizayotganligi, bir tarafdan Uyg'urlarning madaniy meroslarini, diniy va milliy alohidaliklarni butunlay yo'qotishga tirishsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarni Xitoyning yangi yil hisoblangan Chag'an bayramini dog'dug'uli holda qutlashga majburlab kelayotganligi hammaga ma'lum. Xəvərlərdən ma'lum bo'lishicha, bu yillik Chag'an bayrami harpisida Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonning har qaysi shaharlardan tortib toki yezi qishloqlargacha Uyg'urlarning uylarining eshik derazalariga Chag'anni tabriklab Xitoycha masnaviy va qiyma rasmlarni choplashga, ko'ch-ko'ylarga panus esishga, uylarda Chag'anlik uchun po'changza hozirlashga qistashga boshlagan va Uyg'urlarning Chag'an o'tkazishini ularning atalmish vatanni suyish, Junxo millati an'anasiga varislik qilish maydonini sinaydigan muhim o'tkal deb tashviq qilishga boshlagan. Xitoyning hukumat taratqullaridan ma'lum bo'lishicha, 12 fevral boshlangan Chag'an bayrami mezgilida Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar hukumat organlarining birdek uyushtirishi bilan Xitoycha kiyinib, Xitoycha qizil naqshlarni aytishga, atalmish Xitoy qo'shmoq tuqqanlari bilan birlikda Xitoylardek Chag'an o'tkazishga majbur bo'lgan. Xitoyning bu xil zo'ravonligiga qarshi turish va Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlari tarafidan ilib berilayotgan Millat navbatda nomli norozilik harakatiga ovoz qo'shish maqsadida Chag'anning birinchi kuni, ya'ni 12 fevral kuni Dunyo Uyghur qurultiyining bosh taftishi Oblikim Idris, Qurultay Xitoy ishlari komitetining raisi Ilshat Hasan Ko'kböre qatorliq bir guruh Uyg'ur Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Xitoy elchixonasining Chag'anlik ziyofatini zahar qildi. Namoyish maydonidan bu qitimqi namoyish haqida to'xtalgan Ilshat Hasan Ko'kböre apandi tövendikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi kunda Xitoy butun Sharq Turkistondagi hayot qolgan, lagerning sirtir qolgan Uyg'urlarni Xitoyning Chag'anni tabriklashni, Chag'anni o'tkazishni majburlayotdi. Bizningki mashhur naqshchilarimiz, san'atkorlarimiz, hatto ziyolilarimiz majbur ostida amal yo'q Xitoyningki Chag'anini tabriklayotdi. Ammo biz bugun bu yerga kelib, naq shu Xitoyga biz Chag'an o'tkazmaymiz. Chag'an biz Uyg'urlarningki urf-odati emas degan shu signalni Xitoyga bermoqchi. Biz erkin dunyoda yashayotgan hech qanday Uyg'ur yoki Sharq Turkistonlik qozoq qarindosh bo'lsin qolganlarimiz hech qaysimiz Xitoyning Chag'anini o'tkazmaymiz. Bu biz uchun nomus. Bu biz uchun nomus.
Her qanday bir Uyghur chet elda turib Xitoyning elchixonasiga berib, Xitoy bilan chag'anni o'tkazgan o xalq oldidagi munofiq mangu qora yuz bo'ladi. Rahmat. Dünya Uyghur qurultayı 13 fevral günü məxsus bayanat e'lon qilib, Türkiye amanlıq saqlash xodimlarining Türkiyening İstanbul, Ankara va Qaysari shaharlarida vatandagi urug' tuqqanlarning izdirikini qilib, Xitoyga qarshi norozilik harakati elib berayotgan lager qurbonlari yaqinlariga tutgan qo'pol muomalasidan va bu harakatlarga qaratgan cheklash tadbirlaridan qattiq afsuslanganligini va buningdan og'ir andisha to'yayotganligini bildirgan edi. Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu 15 fevral İçki İşler Ministerliğinin organ torida bayanat e'lon qilib, Uyg'urlarning Turkiyada ay yulduzlik qizil va ko'k bayroq soyasida hur, erkin yashayotganligini, ularga mangulik turish ruxsati berish va garajdonlikka qabul qilish jihatlarida alohida imtiyoz bilan muomala qilinayotganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Süleyman Soylu nima uchun İstanbul, Ankara, Qaysari qatorliq shaharlardagi Uyg'urlarning norozilik harakatlarining qattiq cheklashga va qo'pol muomalaga uchirganligi, ba'zi namoyishchilarning tutqun qilinganligi va mehmonxonalarda nazorat ostiga ilinganligi haqida hech qanday izohat bermagan. Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining uzlukidan tashkillanib o'tgan yili 12 oyda Xitoyning İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida boshlatgan norozilik harakati uzluksiz kengayib, hozir dunyo miqyosini olgan umumiy xalq harakatiga aylandi. Ularning bu harakati chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Yaqinda Qozog'istonning Olmuta, Avstriyaning Viyana, Yaponiyaning Tokyo va Amerikaning Washington shahridagi Uyg'urlarni Turkiyadagi qarindoshlarimizning millat navbatda nomli norozilik harakatiga madad berish maqsadida o'zlari turayotgan davlatlardagi Xitoy elchixonalari oldida namoyish o'tkazgan edi. Bugun yana Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining uyushtirishida Xitoyning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida millat navbatda nomli uzun muddatli norozilik harakati boshlatildi. Kelar haftadan e'tiboran yana Norvegiya Uyghur komitetining uyushtirishi bilan Oslodagi Xitoy elchixonasi oldidami uzun muddatli namoyish elib beriladi. Bugun mu yana İstanbuldagi bir guruh lager qurbonlari yaqinlari Xitoy konsulxonasiga yaqin joyga to'planib, o'zlarining millat navbatda nomli norozilik harakatlarini davom qildirdi. Xitoy hukumati Angliya radio televiziya idorasi BBCning Sharq Turkistondagi lager tutqunlarining Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonlikka uchirganligi haqida 2 fevral e'lon qilgan xabar dokumentlaridan o'ch ilish maqsadida 11 fevral kuni BBCni bir yuri soxta ma'lumotlarni tarqatgan deb ayblab, uning Xitoyda tarqatish qilishini cheklaganligini jakarlagan edi. Bu munosabat bilan Yevropa ittifoqi yaqinda bayonot e'lon qilib, Xitoyni Angliya axborot agentligi BBCning Xitoyda tarqalishini cheklash buyrug'ini bekor qilishga chaqirdi. Yevropa ittifoqining bayonotida Xitoyning BBCni cheklashining Xitoy asosiy qonuniy va xalqaro kishilik huquq universal ahdnomasiga xilof ekanligi bayon qilingan. Yevropa ittifoqi bayonotida Yevropa ittifoqi axborot erkinligi va ko'p xillikni qo'g'dash, shuningdek to'rda va to'r sirtida fikr bayon qilish erkinligini qo'g'dash, jumladan har qanday to'sqinliksiz fikr bayon qilish, uchurg'i erishni qo'g'dash jihatdagi va'dasida ching turadi deb ko'rsatgan. Xitoyning haqni so'zlagan va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini dalil isbotlar bilan dunyoga oshkorlagan BBC kanalining Xitoyda xabar tarqatishini cheklashi butun g'arb ellarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq ayblashiga uchrab kelmoqda. Angliya bosh ministri Boris Johnson Yahudi xəvərləri gazetiga Angliya parlament a'zosi Nusrat G'aniga va Angliya Yahudiylar tashkiloti Renikasyonga javob xat yozib, Angliya hukumatining Uyg'ur masalasini oldingi o'ringa qo'ydiganligini bildirgan. Yahudi xəvərləri gazetining bildirishicha, Boris Johnson xatida ularning Xinjiang vaziyatidan qattiq andisha qilishiga o'rtoqlashadiganligini bildirgan. Uyg'urlar masalasining Angliyadagi aktiv qo'llovchilaridan parlament a'zosi Nusrat G'ani, Yahudi xəvərləri gazeti va Yahudiylar tashkiloti Renikason birlikda Angliya bosh ministri Boris Johnsonga maktub yo'llab, Angliya hukumatidan jiddiy irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan Uyg'urlarga ega chiqishni talab qilgan. Ularning bu birlashma maktubi Angliya Yahudi vakillari komiteti va 50 tek parlament a'zosining qo'llashiga erishgan edi. Boris Johnson hukumati o'tgan hafta Angliya parlamentining Avom palatasida savdo qonunining irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi tuzitish loyihasining ma'qullanishiga to'sqinlik qilgan va bu sababdan qattiq tanqidga uchragan edi. Mazkur qonun loyihasida Uyg'urlarning Angliya oliy sotiga arz qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligiga hukm chiqarishni talab qilishiga yo'l qo'ygan bo'lib, mazkur qonun loyihasi oldimizda Angliya yuqori va tuvan palatalarida qaytadan ovozga qo'yildi. Yahudi xabarlarida aytilishicha, Boris Johnson javob xatida shuningga kapolatlik qilinadiki, Xinjiang vaziyati yanada bu hukumatning oldingi vazifasi.
Biz bu rayonda yüz bergen ağır ve korkunçluk kişilik hukuk dəfsəndiciligiga taqabul turishda davomliq harakat qo'llanamiz degan. Xitoy doiralarining Wuhan shahrida tekshirish ilib berayotgan Dunyo sayyohat tashkiloti tadqiqotchilariga koronavirusning dastlabki yuqumiga oid ma'lumotlarni berishni rad qilganligi o'ttirg'a chiqqandan keyin Amerika hukumati Xitoydan bu uchurlarni oshkorlashni talab qildi va sayyohat tashkilotining tekshirish ishlarining to'salg'usiz bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Dunyo sayyohat tashkilotining tekshiruvchilari Xitoyning Wuhan shahriga berib koronavirusining manbasi ustida bir oy tekshirish ilib borgan. Halbuki Xitoy doiralari 2019-yili dekabrda Wuhan shahrida bayqagan 174 yuqumdor to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarni sayyohat tashkiloti tekshiruvchilariga topshirishni rad qilgan. Aksicha Xitoyning hukumat arboblari Xitoy tadqiqotchilari bilan birlikda bu sonliq ma'lumotlar haqidagi o'zining dokladlarining qisqacha mazmunlarini sayyohat tashkilot xodimlariga bergan. Bu vaqtda rasmiy bayonot e'lon qilgan Amerikaning davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan buningdan qattiq andishalanganligini, sayyohat tashkiloti doklatining Xitoyning mudoxalasidan mustasno bo'lishi lozimligini aytdi. Sullivan yana mundaq dedi: "Bu dokladning mustaqil bo'lishi to'liq zarur. Mutaxassislarning natijasi Xitoy hukumatining orilishi va o'zgartib etishidan xoli bo'lishi kerak. Bu tarqalishchan kasalni texmo yaxshi tushunish va kelgusida o'xshash yuqumlarga hozirlik ko'rish uchun keraklik. Xitoy cho'qim yuqumning dastlabki mazgillariga oid sonliq ma'lumotlarni topshirishi kerak." Tadqiqotchilarning aytishicha, Xitoy doiralarining koronavirusining dastlabki mazgillariga oid uchurlarni oshkorlashga davomli qarshilik ko'rsatishi, kelgusidagi bunda xatarli kasalliklarning tarqalishini to'sishga yordami bo'ladigan muhim yeb uchiga erishish yo'llarini qiyinlashtirib yetadi ekan. Eng dastlab Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan koronavirusi hozirgi kayuchi dunyo bo'yicha oz deganda 109 million odamni yuqumlantirgan va 4,2 million odamning jiniga zomin bo'lgan edi. Shveysariya Uyghur jamiyatining raisi doktor Andili Qaraxalla apandi yaqinda Shveysariya davlat televiziyasining İtaliyacha anglatishining ziyoratini qabul qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyghur xalqi ustidan planliq va sistemli holda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, chet ellardagi Uyg'urlarning Xitoyning turli besim va ziyonkashligiga uchrash ahvoli, shundaqla lager qurbonlari yaqinlarining Turkiyadagi Xitoy konsulxonasi va elchixonasi oldida boshlatgan norozilik harakatlarining maqsadi va taraqqiyot yuzlanishi haqida nihoyat tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Bu Shveysariyadagi İtaliyacha kanalda tunji qitim bir Uyg'urning ziyorat qilinishi bo'lib, Shveysariya davlat televiziyasining İtaliyacha anglatishining Italiyada va Yevropadagi Italiyacha so'zlashadigan rahoylarda nihoyat kuchli ta'siri bor. Shveysariya bo'lsa Yevropa davlatlarining ichida Uyg'urning soni eng oz davlatlarning biri bo'lib, Shveysariya Uyg'ur jamiyati uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyyi bilan yaqindan hamkorlashib, Uyg'urlar masalasini ham Shveysariya xalqiga, ham Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga anglatishda nihoyat muhim rol o'ynab kelmoqda. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pируграммисini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.